Tailand davlati so'nggi 4 kun mobaynida dzyudo bo'yicha Osiyo chempionatiga mezbonlik qildi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston polvonlari bugun Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Unda sport, mudofaa vazirligi, mamlakat Milliy olimpiya qo'mitasi rasmiylari, Milliy federatsiya rahbariyati ishtirok etdi. Sport vaziri o'rinbosari Shahrullo Mahmudov va Milliy olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Sherzod Toshmatov O'zbekiston dzyudochilarini qit'a chempionatida ishtirokini yuqori baholab, ularni kelgusi olimpiadada ham medallar qo'lga kiritishiga ishonch bildirishdi. Sportchilarimizdan Shahram Ahadov 73 kg, Shahzodxo'ja Sharipov 90 kg O'zbekiston dzyudochilari o'rtasidagi bellashuvda g'olibga aylanib, Osiyo chempionligini tantana qilishdi. Muzaffarbek To'raboyev faqatgina jamoaviy dasturda bel olishi terma jamoamizga kumush medalni qo'lga kiritishda yordam berdi. Osiyoda kumush yo'qdi, kumushni ham oldik. Oltin, bronza bor edi. Biz yaxshi tayyorgarlik ko'rgandik. Yaponiya terma jamoasiga astoydil qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Biz final chiqqandan keyin tarkibimizda almashtirdik. Kim masalan Yapondagi terma jamoasida sportchilar yutadigan bolalar kurashaylik, qizlarimiz shunaqa bir-birimizdan maslahatlashdik. Chiqdik, boricha jang qildik. Bo'lmadi. Bu omad, bu sport. Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi, o'shanisidan qiziq. Musobaqa yakunlariga ko'ra dzyudochilarimiz yakka tartibda 2 tadan oltin va kumush, 3 ta bronza medalga ega bo'lishdi. Ayrim sportchilarimiz aralash tarkibda o'tgan chempionat yakunlariga ko'ra yana bir medal, kumushga ham ega bo'lishdi. Dzyudochilarimizni oldinda ko'plab musobaqalar kutib turibdi. Ulardan dastlabkisi Tojikistonda o'tadigan Dushanbe katta dubulg'a turniri. Shuningdek, yilning eng muhim musobaqalaridan biri bu Jahon chempionati. Dzyudochilarga ushbu musobaqalarda omad tilab qolamiz. Abdulaziz Qurbonov, Abduhamid Malikov, Sport.